Assalomu alaykum do'stlar. Mana xudo xolasa bugun noyabrga tayyor bo'lgan gilos ko'chatlarimizni chopig'ini qilyapmiz. Suvlarni qo'ydik, donlarni berdik. O'sishlarga gap yo'q. Xudo xolasa o'sishlari ham zo'r ko'chatlarimizni eng zo'r birinchi sort ko'chatlardan tayyorlab beramiz. Xudo xolasa gilos navlarimiz juda ko'p do'stlar. Kimga kerak bo'lsa Farg'onalik bog'bonga aloqaga chiqaverasizlar. Qancha havo almasi zo'r bo'lsa, ko'chatlar shuncha zo'r o'sadi. Suv, dori, chopiq, suv, dori, chopiq. Mana o'sishdan to'xtagan yo'q, o'sishlari xudo xolasa ko'chatlar zo'r. Odam bo'yiga kelyapti. Xudo xolasa bu 1,5-2 metrga yaqin bo'ladi. Holatlar ko'p do'stlar. Ko'chatlar zo'r holatda Farg'onalik bog'bondan sotib olishlaringiz mumkin do'stlar. Noyabrga tayyor bo'ladi. Shoshilib qo'yinglar, zakazlar berishga oz qoldi soni. Juda ko'p navlarimiz tugadi. Xudo xolasa zo'r qilib tayyorlab beramiz zakaz qilganlarni. Maqsadimiz kalibrli yirik giloslarni O'zbekistonda ko'paytirish. Bundan bag'i yirik kalibrovka giloslar ekilish kerak. Sababi Yevropaga ham eksportlar boshlandi. Mana Yevropaga ham o'zi Xitoy davlati kelib Namangandan olyapti. Juda ko'p navlarni. Biz ko'chatchilar zimmasida ham katta ish bor. Sababi o'sha navlarni O'zbekistonda ko'paytirib, O'zbekistonda rivoj uchun ozgina bo'lsa ham hissamizni qo'yish niyatdamiz. Keyin ko'chatlarni xudo xolasa yaxshi narxlarda sotamiz o'zimiz ham. Bizni kuzatishda davom etinglar. Yangilardan tashlab boramiz do'stlar. Kunlik yangilarimizda xudo xolasa gilos terimi davom etyapti. Ishdan bo'shagan paytimizda syonkada gilos terimlarini ham tashlab boramiz do'stlar. Sog' bo'lasizlar.